Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun 20-iyul 2026-yil. Karom yetishtirish, toshkarom yetishtirish, ruskarom yetishtirish, o'zbekkarom yetishtirish, xullas hamma joyda har xil ataladi. Bizda Toshkentda karom deyiladi. Karom yetishtirishni keyingi qismini qo'yibamiz. Xo'sh, mana bu mintali ko'chatimiz. Bu yerga o'zi bir pochka sepilgan. Bir pochkada 2,5 mingta ko'chat bo'ladi, urug' bo'ladi. Undan do'l yoqqan, do'l teshib tashlagan, sindirib tashlagan, o'qigan mingta qolgan. Mingta yo mingtadan oshiqroq ko'chat ketgan mana shu yerga. Bu yog'ida bizda 8 pochka ekkanmiz. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Birinchi sizlarga ahamiyat beradigan joylarni ko'rsatib o'tsam. Savolinglar bo'lsa bemalol yozib qoldiraveringlar. Qo'ldan kelgancha tez javob berishga harakat qilamiz. Mana bu yog'imiz karomimiz zo'r bo'lgan. Bu yog'i endi mana yiringlashyapti. Nima desanglar, bu yerda haydaganda traktor aylangan, o'qigan yeri qotirib qo'ygan ozgina. Shunga maydaroq bo'lib qolgan karom. Bu yog'ida mana traktor ko'p yurmagani hisobiga yirik bo'lgan. Keyin yana nimaga e'tibor berasizlar? Qurtga dori sepganda. Qurtga dori sepganda sizlarga teshigi ko'proq karom topvali. Mana bunda teshigi ko'proq ekan. Xo'sh, qurtga dori sepganda nimaga e'tibor berasizlar? Mana bu yerga qurt tushgan. Bu yerga qurt tushgan, sepganmiz. Sepganimizdan keyin bu qurt yo'q bo'lganmi, yo'qmi qatdan bilsanglar bo'ladi. Misol uchun, qurt tushib qoldi karominglarga, dori sepdinglar. Qurt o'ldimi, yo'qmi qatdan bilsanglar bo'ladi. Mana bu yoqqa o'tasizlar. Mana yangi barglarni ko'rasizlar. Yangi barglarda mana teshik yo'q. Demak, qurt o'lgan. Mana eski barglar teshilyapti, yangi barglar teshik yo'q. Demak, qurt o'lgan. Keyin mana bular teshib tashlagan yeb, bu yog'ida yo'q mana qurt. Shunga e'tibor berasizlar. Mana bu yerda kapalak uchib yuribdi mana. Mana shu kapalak qurt qo'yib ketadi ko'pincha. Kapalak uchdimi, dori sepaverasizlar. Endi u degani dori sepganinglardan keyin ertasi kun kapalak uchsa yana sepasizlar emas. Dorini har 12 kunda, 15 kunda sepinglar. Shuni tavsiya qilaman. Nimaga desanglar, mana bu sveji ushlab tursanglar, yaxshi hosil beradi, katta hosil beradi. Agar qurt tushib qolaversa, baribir tanasidan yeydi, karomga ta'siri bo'ladi. Mana kapalaklar rosa ko'payib qolibdi mana. Hamma yog'imizda kapalak uchib yuribdi. Ko'rib turibsizlar, va nari yoqlarda ham ko'p kapalak uchib qolibdi. Buni sepganimizga bir haftacha bo'ldi. Yana 3-4 kundan keyin yana bir dori sepamiz. Har 12 kunda sepish kerak dorini, iloji boricha. Agar sharoit kamroq bo'ladigan odamlar bo'lsa, 15 kun, 20 kunda sepish kerak обязательно. Dori sepganda ham sistemini yaxshi dori sepinglar. Yaxshi dori sepsanglar, ta'siri yaxshi bo'ladi. Ha deb doriga rasxod qilavermaysizlar. Xo'sh, bu suvimizni ertalab ochuvdik. Mana hozir ancha zaxlab qoldi. Zax o'rtasigacha kelyapti. Shunga biz oralatib sug'aryapmiz mana. Karom tagiga bemalol zax kelyapti. Sizlarda agar yeringlarda yaxshi zaxlamaydigan yer bo'lsa, oqib tushib ketaveradigan, yaxshi zaxlatmaydigan yer bo'lsa, hammasidan qo'yib zaxlatishinglar kerak. Karomni mana tagiga zax kelish kerak. Nima desanglar, karom oziqlanish uchun sal zax yoqtiradi. Karomga zax kelish kerak. Bu 8 pochka ko'chatimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Esinglarda bo'lsa, oldingi safar men kessaklar yo'q qilamiz deb kessaklar ko'rsatib chiqdim. Rosa kessak bosib yotdi. Mana alhamdulillah, xudoga shukr. Hozir kessaklar yo'q, mayda kessaklar qolgan. Karomni yaxshi sifati yaxshi qilib oldik. Mana bunaqa kessak bosib yotdi oldin. Esinglarda bo'lsa, ana hozir bitta ikkita joyda kessak yotibdi. Holat yaxshi. Buni yana bir kultivatsiya qilamiz, chopiq qilamiz, yengil chopiq qilamiz. Nariyoq o'sgan karomni o'zi chopiq qilmaymiz. 2 marta chopiq qilinib, 2 marta kultivatsiya qilindi. Endi uning ichiga traktor hech narsa kirmaydi. Faqat dori sepib suv qo'yib turamiz, bo'ldi.
shu qiladigan ishimiz. Bu yoqda yana bir marta qiladigan ishimiz bor. Bir marta kultivatsiya qilib, yaxshilab chopiq qilamiz. Yengil chopiq qilib chiqamiz, o'tlarini o'ldirib. Keyin bu yoqqa ham kirilmaydi. Nimaga kiriladi? Faqat dori sepib, suv qo'yganda kiriladi. Agrotexnika ishlari qilinmaydi bu yoqqa, kirib texnikada. Xo'p, mana karom ko'chatimizning ahvoli. O'sha oralatib sug'aryapmiz. Xo'sh, agar suvsiz qolsa, karom maydaroq bo'lib qoladi. Agar suv ko'payib ketsa ham karom hosiliga kirganda yorilib ketadi. Hosiliga kirmagan, hali hosiliga kirganda. Suv berayotganda e'tibor berishinglar kerak bo'lgan narsa, agar kechasi ochsanglar, ertalabgacha zo'r bo'ladi, zo'r sug'ariladi. Agar iloji bo'lsa kechasi ochinglar. Yo, kechasi qarab turishga imkonim yo'q, kunduz ochamiz desanglar, bizga o'xshab, mana biz ertalab ochganmiz, tindirmay oqizyapmiz. Suv to'planib, mana bunaqa to'planib, oqmasdan to'planib, joyida turib isib qolsa, karomni o'ldirishgacha olib boradi, ziyoni bor. Shunga e'tibor beringlarki, suv to'planib turmasin. O'sha to'plangan joyi mana bular ham to'plangan, lekin oqyapti. Oqib tursin. Suvga qo'linglarni tiqsanglar, muzdek bo'ladi. O'zini zaxi bo'ladi, muzdek. Issiq bo'lib ketib, anaqa bo'lib qolsa, bu bo'lmaydi. Xonadonlarda agar suv sug'arilib yig'iladigan joy bo'lsa, suv chiqib ketadigan oqibasi yo'q bo'lsa, kechqurun sug'arishinglar yaxshi. Shunga e'tibor berasizlar. Keyin savolinglar bo'lsa, bemalol yozinglar. Qo'ldan kelgancha tez javob qaytarishga harakat qilamiz. Biz ham vaqtida necha yillar oldindir kimlardir maslahatiga zor edik. Bu paytda YouTubedan ko'rib o'rganish iloji bo'lmagan, YouTube rivojlanmagandi u paytda. Hozir mana YouTube rivojlanib, kim nima ish qilyapti hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Biz qo'shni dehqonlardan so'rab o'rganganmiz. Otamiz o'zi ham dehqon bo'lgan. Oldin biz bodring ekardik. Bu yerda hozir zax yerda bodring yaxshi bo'lmaydi. Shunga bodring eka olmayapmiz. Uyimizga yaqin joylar zax yaxshi bo'lmagani uchun eka olmayapmiz. Shunga sizlar nima eksanglar, o'zingizlar hududingizga mos narsa ekinglar. Agar makka ekmoqchi bo'lsanglar, makkani noldan sotgunicha video qo'yib qo'yganmiz kanalimizga, o'tib ko'rishinglar mumkin. Xitoy karomi ekmoqchi bo'lsanglar, Xitoy karomini ham hozir 3-suvini qo'yamiz. Uni ham videolarini ekib chiqib, uje dori sepib, hammasini ko'rsatib boryapmiz. Agar uni o'rganmoqchi bo'lsanglar, chimchi, ya'ni Xitoy karomi, uni ham ko'rsatib boryapmiz. Bemalol o'rganishinglar mumkin. Agar biz har yili qiladigan ishimizni qilyapmiz. Har yili qaryapmiz. Xudoga shukr, hozirgacha yaxshi hosil olganmiz. O'zimizni tajribamizdan kelib chiqib qo'yamiz. Balki sizlarda sal boshqacharoq ekilar, boshqacharoq qaralar. Endi biz o'zimiz xuddi shu tartibda qaraymiz har yili. Shunga e'tibor berasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, hammanglar dehqonchiligingizga baraka bersin, Allohim. Xayr, sog' bo'linglar.